Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Xo'p, shu qozonini ochganimizda shu ma'lumot bo'lsin deb shu videoni olib qo'yibman. Ya'ni bu Frigomat marojna apparatiniki 380 deydiki, ularning nomi gilza deydi. Hop, bu tomoniga ikkita shinek tushadi, keyin mordasi o'rnaydi. Bu hozir ikkita shinek tushadi. Bu hozir bunday turish kerak. Asli bu teskari turibdi. Hop. Bu pasi shu ikkita qozoni bor. Shu smes quyiladigan. Mana bu yerdan de poke bo'ladi, mana shu yergacha. Biz buni olib tashlab turib, buni yamadik. Ya'ni buni ko'rib turganlaringdek svorkani choki turibdi. Aynan mana shu qo'lim turgan joydan mana shu turibga turardi, ya'ni shu termostatni kapsulasi mana shu yerda chirigan ekan. Buni svorka qilinadi, o'yilib ketardi, chiriganda olib tashlab, boshqatdan katta ko'rinib turibdi, mana shu boshidan u boshigacha temir qo'yib boshqatdan svorka qilindi. Buni hozir nima qilib havo haydab turib, nima qildi, tekshirdi. Buni vannaga ham soldi. Teshigi yo'q. Mana buni bosadigan bo'lsam ovoz chiqadi, ya'ni shu havosi bor ichida. Shunaqa. Xullas, ichi shunaqa bo'lar ekan. Shu esdalik bo'lsin yo kimgadir kerak bo'lib qolsa shu ma'lumot deb shuni videoga olib qo'yib qo'yapman. Bu mana bu yerdan nima bo'ladi? Pena bo'ladi. Hozir pena quyib yuboraman. Pena olib kelganman. Mana shundan unisidan keyin bu mana shu qo'lim baravarida mana shu berkiladi. Bu mana bu yerda ochiq qoladi, ya'ni shu termostatda kapsulasi tushadi. Bu yerda ham bitta kapsula bor edi. Uni ham qo'yib yuboramiz hozir. Mana bu o'sha nержавейка qozoni. Demak, mana ko'rib turganlaringdek kesib, shunday qilib o'zini holatini yo'qotmagan holda turibdi. Xudo xolasa shu videoda bitganini ham xudo xolasa ko'rsataman. Hop, hozircha mana jinday bor, yana buni baravar qilsam, keyin kesib chiroyli ishlov berib olaman. 50 ming moli mana. Hozircha shunaqa ketyapti. Bu bo'lgandan keyin bitta yetmadi. Uni yangi bitta butun yetmadi. Buni ichida ham bor ekan ozroq. Shu qilib yetmadi bitta. Hozir yana bitta akfix olib kelib, yana davom ettiramiz. Xullas, mana buni qilib kesib, mana kapsulalar joyiga qo'ydim, termostatnikini. Oldi mana holat bo'lib turibdi. Buni ular xalaqit qilsa yana kesib tashlaymiz. Bularni. Hop, redaktorni qo'ydim. Bunisini ham qo'ydim. Hozir ama oson bo'lmadi qo'yish. Hop, 1 kilo 250 gram gaz damlandi. Dolasi zo'r chiqdi. Mana. Hozir bularni o'rab, chiroyli qilib o'tiray. Yig'amiz endi xudo xolasa. Mana ko'rib turganlaringda yig'ib oldim.
oldilari. Yog'ni. Buni ishlatib ko'rdim, ishladi, yaxshi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.